Assalomu alaykum aziz va go'zal onajonlar, xolajonlar, o'rtoqjonlar. Mana bu ko'ylakni bitta qarab qo'yinglar. Yozgi kunida muzdekkina qilib kiyib yurishga nima deysizlar? Fasonni chiroyliligini qaranglar, opalar. Mana bunaqa chiroyli bijuteriyalar bilan taqishga ayni zo'r ko'ylak keldi. Etaklarini qaranglar, hammalarga yarashib ketaveradigan asal ko'ylagimiz. 50-razmerdan 48 dan 60 gacha bo'lgan asal ko'ylaklarimiz keldi. Materiali turetskiy belmando biyolarimizdekina shtapildan opalar. Ketdik, ko'rsatib o'taman. Ko'rvatsizlar, xolasizlar, ustimdagi tigirdan xolasizlar, mana shunaqa chiroyli tigirdan etaklariga nima deysizlar, etaklariga oldilari Swarovski tosh opalar, mana Swarovski toshlar bilan bezatilgan. Narxi o'zi 350 ming, lekin skidkada sizlar uchun 200 ming so'mdan qilib qo'ydik opalar. Tez kelib olasizlar. Ro'molimni 50 mingdan tayyor. Mana bundan taqasli kiyib ketaverasizlar. Rasvetkalar har xili bor. Tez kelib olmasanglar bo'lmaydi.